Hammaga salom, sizlar bilan men Kompot. Bugun sizlar bilan yangi Free Fire'ga nimalar qo'shiladi, nima yangi narsalar, nima chiqadi o'sha bo'yicha gaplashamiz. Bo'lmasa videoga ketdik. Sizlar videoga like va podpiska bosib qo'yinglar. Bo'lmasa biz ketdik. Video ham boshlandi. 2 aprel kuni Evas Squad chiqadi. Evas Squadga hozircha 6 ta litrabashk bilan parafal bo'lib turibdi. Keyin ikkitasi ya'ni qo'shilib qolsa uni videoga qo'shib chiqaraman. Hozir bizda 4 talik bo'lib turibdi. 6 ta litrabashka yumb graza bo'lib turibdi, ya'ni bitta fans o'shanday. Unaqa ikkitasi hozircha neizvestno. Qo'shilib qolsa uni ham videoga qo'shib chiqaraman. Keyin 25-mart kuni bizga Mag7 skin beriladi, bir hafta kirtinglar beriladi, 31 ga beriladi. Uni kunni kirib tursanglar 31-kuni oxirgi bor beriladi. Keyin bizga shu oxirgi haftasi, shu Ramazonning oxirgi haftasi bizga keyin Mag7 kub beradi. 29-kuni Mag7 kub beradi. Besplatno uni qilsanglar 30 ta kill yoki 90 minut o'ynasanglar beriladi Mag7 kubda. 90 minut o'ynasanglar, 32 ta qilolmasanglar 90 minut o'ynasanglar beriladi Mag7 kub. Keyin 1-aprelda Maya zona chiqadi. Maya zonada narsalar испытаниялар qilib uni olsanglar bo'ladi. B'dan yoki K'dan narsalar to'plab olsanglar bo'ladi. Unda granataga skin, paranka skin, parash chiqadi, nabor. Keyin mototsiklga skin chiqadi. O'shunday qilib испытаниялар qilib olsanglar bo'ladi Maya zonada. Bu ham mana ko'rganinglardek narsalar o'zgargan, narsalar yangi qo'shilgan, o'shunday. Keyin u Maya zona oxirgisi emas, Ramadan Maya zona, keyin Maya zonadan keyin Midpoint S degan chiqadi. Uni ham video davomida ko'rasizlar. Sizlar like va podpiska bosib qo'yinglar. Maya zona uzoqqa cho'zilmaydi ekan. Mana bombaga skin, parashyut, nabor, mototsiklga skinlarni mana ko'ryapsizlar. Keyin Midpoint S'da ham naborlar, испытаниялар qilib ochko yesanglar bo'ladi, shartlarni bajarib ko'rish. Unda Midpoint S'ga unaqa chiqadi, mana Midpoint S stenka, бесплатный stenka olasizlar. Keyin o'sha chiqqanda legendarniy nabor, keyin frank chiqadi. Bu 23-aprel kuni chiqadi. Maya zona 1-aprel kuni boshlansa, 23 kuni tugaydi Maya zona. O'shanda Maya zona tugash bilan mo chiqadi, Midpoint S chiqadi. O'shanda mana shu nabor bilan nabor chiqadi. Keyin shunday бесплатный stenka beriladi. Yana doska, keyin loot, бесплатный loot, doska beriladi stenka bilan. Mana ko'rib turganinglardek mashinday. Keyin zolto chekportda ошибка bo'lganmisdi. Naborda maskasi bilan ko'ringansiz, lekin naborda maskasi yo'q edi. Keyin buni administratorlar o'nglashdi. Mana ko'rib turganinglar nabor bez maska bo'ldi. Lekin kuni hali ham o'shanday. Oldin 2 oydan ham ko'p olib chiqardi. Bu safar ozga chiqib qoldi. Bir oyga ham yetmasdan yana 10 kundan keyin tugaydi. Toshdan chiqadigan narsalar 27-mart kuni Lustolka chiqadi. U installers ishton emas, uzunlashtirgan bo'ladi o'shunday. Minus перезарядка, keyin plus ikkita narsa. Uni 200 papatkada olsanglar bo'ladi. 200 papatka u 4000
4,5 almazligani. Keyin 1-aprel kuni propiska almashadi. Mayzuni ham chiqadi. Qizga nabor normal, keyin M14 ga skin chiqadi, granataga skin chiqadi ekan. Keyin doska, tuk-tukka skin, profil, tuk-tukka skin, keyin doskasi ham normalniy ekan, granataga skin. Mana donetli doska, keyin tапочка chiqarsa bu обновленияda бесплатный tapочка berilar ekan. Keyin avtarka mana sumka, lootbox berilar ekan. Pichakka skin, lootbox ham normalniy ekan. Keyin stemka, balon nabori ham yaxshi ekan. Shu bilan videomiz ham tugay deb qoldi. Bu emotsiya emas, ular ekan videomiz ham tugay deb qoldi. Sizlar like va подписка bosib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha deb qolamiz. Всем пока.